Qatar Milliy kutubxonasi va Axsikent arxeologiya parki o'rtasida hamkorlik o'rnatildi. Namangan viloyati delegatsiyasining o'tgan yili dekabrdagi Dohaga tashrifida Qatar muzeylari va milliy kutubxona bilan hamkorlik o'rnatish choralari belgilangandi. O'tgan vaqt davomida O'zbekistonning Qatardagi elchixonasi tomonidan bu borada katta hajmda ish olib borildi. Qatar Milliy kutubxonasi bosh direktori Tan Husim va Axsikent arxeologiya parki direktori Anvar Ikromlar imzolagan memorandum o'zaro tajriba almashish, qo'lyozmalarni saqlash va raqamlashtirishda ilmiy-amaliy hamkorlik, qo'shma mahorat darslarini tashkil etishni ko'zda tutadi. 2026-yil fevral oyida Qatardan katta delegatsiya yurtimizga boradi. Bu tashrif dasturidan albatta Namangan o'rin oladi. Chunki aynan Namangan viloyati Qatar bilan hamkorlikda izchil ish olib borayotgan hudud hisoblanadi, deydi elchi Ashraf Xo'jayev. Uchrashuvda strategik rejalashtirish departamenti rahbari Habib Firuz, Namangan arab davlatlaridagi turizm elchisi Said Qosim Nosir Qoroniylar ishtirok etishdi.